hozir kommentariylarda ham o'qib chiqamiz. Hop. Keyingi dars qachon chiqadi? Mayli, ana, hozir chiqarib beramiz. Hammaga salom do'stlar, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun yana talablaringga binoan Spider Python dasturlashda ikkinchi qismi chiqadi. Bu safar biz nimani o'rganamiz? Bu safar o'zgaruvchilar, ya'ni variable da o'rganamiz. Hop, o'zim ajratib qo'yay. Hop, endi masalan, hozir misol qilib ko'rsatib beraman. Masalan, ism yozamiz. Ismga qo'shtirnoq ochib olib turib, hozir bitta ochsalar ham bo'ladi, hozir ikkitali ochsalar ham bo'ladi. Men ikkitali ochib yozaman. Avval kodni yozib olaylik. Hasan. Mana endi yoshini yozamiz. Men xato qilib qo'ydim. Endi yoshini yozamiz. Hozir boshqa narsalar yozsam, tug'ilgan joyi, vatani, va oddiy raqamni yozib qo'ysalar ham bo'lardi. Men necha yoshdaligini aniq yozib qo'yaman, bunday qilib masalan. Oddiy yoshini yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Yoki qo'shtirnoq ichida yozib turib 5 deb turib, yosh deb yozib qo'ysalar ham bo'lardi. Mana shu ikkalasidan bittasi. Mana shu ikkalasini bittasini qo'llasizlar. Menga mana shunisi birinchi, o'sha ikkinchi yoqadi. Shuni sal to'liqroq ma'lumot beriladi. Endi yozamiz vatani. Hop, juda tashlaymiz. Yozamiz O'zbekistonda yashaydi. Ana. Endi yozamiz print deb turib 3 yozib qo'yaman o'zim sirazi. Kodda qilib yozib qo'yib enter bosamiz. Print. Pastga tush. Print. Pastga. Yana print. Bo'ldi. Endi tepaga chiqib yozamiz. Ism. Yosh. Endi vatani. Bo'ldi. Endi hozir zapuskni bosdi. Mana shunda chiqarib berish kerak. Mana. Hasan 5 yoshda O'zbekistonda yashaydi. Mana bu yerda probelni olib qo'ysa, to'g'riroq chiqadi. Hop, yana hozir buni ismda boshqa narsalarda, ko'p narsalarda qo'llasa bo'ladi. Masalan, hozir yana ko'rsatib beraman. Hozir tushuntirib beryapman. Mana shu vatani, yosh, ism degan narsalar. Ana konsolim chiqib qoldi. Hop, ana shu narsalar bizga o'zgaruvchilar bo'lib qilib beryapti. Nima edi? Foydalanyapti. Shu o'zgaruvchi bo'lib foydalanilyapti shundan. Chush. Ana, endi bitta voydot. Ismni yozib qo'yay. Endi bularni bekitib qo'yaman. To'g'ri qotirib qo'yaman. Boshqa kodlar bilan bular ishlab ketmaydi birga bo'lib. Hop. Endi yana bosamiz. Hop. Bundan yana boshqa narsalar foydalansa ham bo'ladi. Masalan, doira radiusini topganda o'zi yozamiz. Hop, endi yozamiz radius 5 keyin pi 3 butun mana shu sonlarga teng. Endi yuzani pi ko'paytiruv radius kvadrat 2 qilamiz. Mana teng bo'ladi. Endi yozamiz print qo'shtirnoq ichida radius katta bo'ladi. Endi virgul kichkinada
Us yana bitta yozib turib, yana bitta virgul qo'yib turib, endi yana ikkitali qo'sh tirnoq ochamiz. Getting doira yuzasi turib teng qo'yib turib, virgul qo'yib turib, yuza qatada yuza. Ana endi hozir ishlatsa mana chiqarib berish kerak. Mana radius 5 ga teng, doirani yuzasi 78,100,000 dan 53,975. Ana ishlayapti. Hop. Yana boshqa narsalar chiqarsa ham bo'ladi. Masalan, matn yozsa bo'ladi. Qo'sh tirnoqda qo'sh tirnoqda ichida katta yozib oling. Men yangi hali bitta telefonda narxini qo'ymoqchi bo'lsalar, masalan yozamiz telefon oldim. Buni o'rniga smile qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, stiker ya'ni. Hozir bunda o'zini sayti bor, mana tayyor turibdi mana. Mana hozir bitta ortga qaytaman mana. Hozir poyezdda qanaqa qidirish kerak emas mana. Mana wincode.table.com deyiladi. Mana kiramiz. Shunda xohlagan emotsiyalarni o'g'irlash mumkin. Bizga telefon kerak. Telefon demonstratsiya kerak. Telefon deb yozamiz, chiqadi. Hop. Endi copy deb bosamiz, o'zi saqlab oladi. Endi mana shu yerga yozmasa shift bosmanda belgilab turib, buni o'rniga telefon demonstratsiyasini qo'ysam, emojisini qo'ysangiz ham bo'lardi. Print matn deb yozib qo'yamiz. Endi mana shu matnni chiqarib berish kerak. Ya'ni men yangi telefon oldim deganini o'z mana shu yerda chiqarib berish kerak. Mana mana buni bekitib qo'ymoqman-ku. Mana. Endi yana bitta bossa, mana o'zi chiqaryapti. Men yangi telefon oldim. Mana telefonda emojisini ham qo'yib berdi ana. Ana ishlayapti. Hop, yana boshqa narsalarni ham qilamiz. Hali yozamiz. Ism yozamiz. Yana boshqa narsalar yozsam bo'lardi. Firdavs kod ana mana teng qilib ketdi. Teng qilib turib pastga o'tamiz. Yozamiz print mana bitta qasos ochib qo'yaman. Mening mana bitta qo'sh tirnoq esdan chiqyapti. Mening ismim turib plus qo'yamiz. Mana bitta qo'sh tirnoqni avval yopib olish kerak. Keyin ismni yozib qo'yamiz. Endi mana bittasi mana men yangi telefon oldim, mening ismim Firdavs deb chiqyapti. Hop. Endi buni ham bekitib qo'yamiz. Hop. Menimcha bugungi yozgan kodlar yetadi. O'zi o'tgan safargidan yaxshigina ko'p kod yozib qo'ydik. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.